Ko'rding, shunaqa zo'r doktorlar bor muxlisi, bilimli, o'z ishining ustasi. Mana Nilufar bolam o'zi 2 marta dars chekdi, farzandi 2 marta nobud bo'ldi. Mana hozirgi Umarxonimizni avvalo Alloh qolaversa mana shu Nazira Amriyevna qahramoni qolaversa mana shu Nazira Amriyevna sababchi bo'lib oxirigacha meni olib kelib berdilar. Rahmatimizni aytib chiqdik. Intervyu. Assalomu alaykum barchaga. Mana biz hozir juda ham bir ajoyib hodisaning ustida. Papasha, двойной отец молодец o'tiribdilar. Umarxon jonimizni hozir kutib olamiz. Shunaqa. Gapir Asiya. Asiya, bir pasda ukalik bo'lding-a? Pasta kattasi qo'ydinglar buni bechorani. Men opa bo'ldim-de. Ketganlarishga ham ulgurmadi u. Opa bo'ldim. Shahnoz отдельный intervyu berdi. Yo'q, endi olamiz ularni. Turinglar. Rahmat aytib chiqdik. Bir minnatdorchilik sifatida pul beraylik desak olmadilar desam. Shunaqa Gulni oldilarmi, gulni gilam? ha, ilmli, shunaqa zo'r doktorlar, lekin gap yo'q, Naziramning. Sog' bo'lsinlar. Medsestrasi ham zo'r. Otlarim meni medsestrami? Nazokat. Asiya, senga ko'cha yoqibdi-yu bola. Ha, отдельный intervyumi Shanos? Nasiramidan oldilarda sizlarda Kirib chiqdik. Ana. Gapir Alixon. taassurotli bo'lma. Ikkita o'g'il Shuni meshatkalar yo'q. Kerak. Tezroq yetib olish kerak. Baribir senga yetolmaydi, 3 ta his qilolmaydi. Yo'q. Men legendaman. Katta ya. Jonim quzim, Sevgi champion rosta. Ra'no gapir. Yosh apkasi Ra'no, gapir. Ha. Gapir, bunaqa tez. Alixon ko'rib, aka Ko'pchilikni oldida seryozni turadi. Alixon gapir. Umarxonda. Ha. Xush kelibsan. Bratishga. Bratishga. Kattishga. Yo'lang siri. erkalikdan endi chiqarlar bo'ldi. Voy, Umarxon yig'ladi ku telefonda. Sho'li davringiz ham tugay. Umarxon telefonda yig'lasa bu ham Endi Robiya xolang yo'q, sen ayt. Ha, yaqinda gul. Ha. Boshlabdilar. Yaqinda kuni gullabi ham. Ay, Ayt bunaqa. Mana bahor faslini bugun nechinchi kuni? 15-17 kunimi? 17. 17. Bahor faslini 17-kunida biz juda ham katta bir voqea ustida turibmiz. Ya'ni oilamizga yangi mehmon, ya'ni Umarxon kelyapti. Qadaming qutlug' bo'lsin bolam. Biz oilamizda haqiqiy chin ma'nodagi farzandli bo'lib, mana adangga o'xshab, amakilaringga o'xshab, sen amma bo'lasanmi? Amma. Ammalaringga o'xshab. Amma keldi, hamma keldi. Robiya xolang haligi haqiqiy haligi o'qishini tashlab yubormaydigan shunaqa haligi patriot deydimi? Shunaqa vajniy o'qishlar bo'lgani uchun kela olmadi. Yaqinroqmi? Xudo xolasa mana shularga o'xshab havas guruhini chin ma'nodagi nima deydi? Tayanchimi? Kelajagi, ha, shu gapni topolgandim. Havas guruhini kelajagi bo'lib, davomchisi bo'lib, umring uzoq bo'lsin, rizqing baland bo'lsin. Bizni oilaga xush kelibsan. Umarxon, Asiya, Ra'noxon uchtasi, hali Sado, Navoga o'xshab turib bitta pokoleniya. Bitta pokoleniya. Alixon, Farida, Gulrayhon bitta pokoleniya. Rostdanmi? Biz уже plan qo'yganmiz. Yo'q, yo'q, bular hozir Gulrayhon, Farida, Alixon uchtasi uchtasi bog'chaga ham birga
Bu yoqda ham ikkita qiz bitta o'g'il. Lekin har doimgidek Paham mani qizlarim bo'ladi. Faridaxon, mani qizim Gulrayxon ham qizlar. Tashqa Farida Paham. Bu yoqda bo'lsa Ra'noxon Paham bo'ladi. Hammani aqa-baqa qiladigan. Hali ko'rasan Asiya bo'ladi. Butun dunyo bo'ylab gastrollar qilinglar. Xudo xolasa ungacha biz ham sog' bo'laylik, ko'raylik shu kunlarni. Xudo xohlasa. Lekin sizlarga niyatim mana haligi chaqaloq bo'lsang ham eshit shu gaplarni. Dunyoga chiqishing kerak. Havas guruhini dunyoga olib chiqishing kerak. Eng turishlarini qara Asiya. Asiyaxon bo'ldi gap yo'q deb. Yuragi tormashi bo'ladi, hamma yo'q. Kela qoling, kela qoling. Asiya deganda yig'lab berasan. Asiya. Simba. Asiya deganda yig'lab berasan. Simba tira. Voy Allohim, ajoyibsan-da bola. Ra'no Nima deganda deydi? Bo'p qoldik deyishdimi? hamma nabiralarimizni aytilishi oson mana ismlarni qo'yib qo'ydik. Ra'no degan sahna eshitib ketaverasan. Asiya. O'zingiznikida ozgina kalla ishlamagan ekan. Kimniki? Kimda? O'zlarnikida Qahramon, Shahnoza. Ostondaman qo'ygan ekan. Siz bilasiz aya. Yil o'tishi bilan odam haligi planlar bo'ladi, o'sha planga qarab. Mana Hindistonga chiqdi, hindlar qahramon deb gapirishga rosa qiynalgani uchun men o'zimga niyat qilib qo'ygandim. Endi nabiralar ko'rsak, qisqa jarangli ismlar qo'yamiz deb Allohga behisob shukr. Mana Ra'no qisqagina Asiya. Xafa bo'ldi Asiya. Xafa bo'ldi. Bu chunki katta, to'g'rimi Ra'no? Men opaman deng. Men opaman. Birinchi man chiqaman sahnaga. Kerani. Nima deyishdi? Ko'zga